Grand Supermarketda ikkinchi etaji ajoyib ko'ngilochar bilyardxona bo'lgan, birgalikda ko'ramiz. Ushbu ko'rib turgan bilyardxonalarining bu bir qismi bo'ladi. Hoji akamiz Jizzax uchun yana bir ajoyib yangilik qilibdilar. Yana bir qismini inshaalloh birgalikda ochamiz, xudo xohlasa. Ochilishini qilamiz. Hozirda 12 ta stol ishlab turibdi, 12 ta stol. Bu eng oxirgi navorot shu ekan. Nomi Versal stol. Ikki xil turdagi eng so'nggi rusumdagi navorot deymiz. Navorot bilyardlari qo'yilgan. Bemalol xohlagan vaqtlarga kelsalaring 12 ta stoldan bittasi hech bo'lmasa bo'shab tursa kerak. Stol tennislari, hamda chiroyli barlari ham bor. Kiylarni o'qiyasiz, hammasi qimmat kelayotgan turishini qarang. Mana kiy narxi necha pul? Necha pul edi? $1000mi? Mana shunaqa kiylarda o'ynaysizlar kelsalar. Lokatsiya so'raganlar uchun Grand Bilyard klub manzilda aytib o'tamiz sizlarga. Moskva kolxoz Sentralniy yo'l, omma tilida aytganda 21 yo'li deyiladi. Big to'yxonasidan o'tganingizda Grand Supermarketda mana shu ikkinchi etajda joylashgan. Xudo xolasa, mazza qilib dam olib ketishga kelaverasizlar.